Assalomu alaykum aziz qadrdonlar, ismim Sardor. TikTokda, Instagramda Sardor Gangster nomi bilan tanilganman. Juda ko'pchilik taniydi, juda ko'pchilik tanimaydi. Bu video oddiy xalq uchun foydali video bo'ladi. Sizlarga hech kim o'rgatmagan, hech kim aytmagan bir frazani aytaman. Instagramda juda ham ko'pchilik, minglab blogerlarning videosini ko'rib qolyapman. 100 ta подписчикingiz bo'lsa yoki 4 ta подписчикingiz bo'lsa, balki million подписчикingiz bo'lsa, 5000, 10000 dollarlab oyiga daromad qila olasiz degan videolarni ko'ryapman. Buni hammasi yolg'on. Instagramda monetizatsiya yoqilmagan, jonli efirdan ham, video orqali ham, hattoki hech narsa orqali ham Instagramdan 100 so'm ham, 1 so'm ham pul topib bo'lmaydi. Chunki Instagramda monetizatsiya yo'q va yana kashilok degan joyi umuman yo'q. Karta ulab, pul silimat qilib bo'lmaydi. TikTokdan pul topsa bo'ladi. Hech kim o'rgatmagan. Bu video sizlarga foydali bo'lishi uchun like bosib, podpiska bosib, bitta qo'llab qo'ysanglar bo'ldi. Hech kim aytmagan, sizlarga haqiqatda aytaman. Oddiy bitta videoning orqasidan ham TikTokda millionlab daromad qilsa bo'ladi. Bunga yaqqol misol mana shu ko'rib turgan pullaring, mana shu pastda turgan pullarni haftasiga TikTokdan oddiy videolarni prosmotridan yechganman. TikTokda ikkita kashilok mavjud. Bittasi jonli eferdagi, bittasi videoni prosmotriniki. Bu yolg'on emas. Butun TikTokdagi libo odamdan mana degan TikTokerdan so'rasanglar bo'ladi. 8 yillik tajribam bu. Aldanib qolmanglar, hurmatli xalqim. Instagramdan hech qanday daromad kiritib bo'lmaydi. TikTokdan oddiy odam bitta kommentariy yozgani uchun, bitta yoki video joylagani uchun yoki jonli efirga chiqqanligi uchun daromad qila oladi. Hattoki 10,000 dollar, 100,000 dollargacha Instagramdan pul qilib bo'lmaydi. Video foydali bo'ldimi? Jonlaring sog' bo'lsin. Sizlarga hech qachon hech kim aytmagan haqiqatni aytdim. Sizlarni yaxshi ko'raman. Salomat bo'ling.